yordam plani muhojiratga Uyg'urlar yo'l qo'yayotgan turli masala, ehtiyoj va qiyinchiliklarni hal qilish uchun o'tirg'a qo'yilgan fidoilik planidir. Bu plan hech bir hukumat, tashkilot va davlatga bog'lanmagan bo'lib, ishtirokchilar fidoilik, xolislik va samimiyat bilan Uyg'urlarga iqtisod, iqtidor va ilmlarni sarf qilib yordam qiladi. O'qish yordam turi, nashriyatchilik turi, familiya umumlashtirish turi, ona tili va ma'rif, hunar mukofoti, istiqbol mukofoti, bir mukofoti, fidoilik mukofoti, muhtojlar va yetimlar yordami. Assalamualaikum, benim ismim Sümeyye. Benim ismim Münevver. Biz Uyg'uriya Vakfı'nın okuş mukofoti bilan o'qiyapmiz. Assalamualaikum, benim ismim Mehmet To'xtatog'ullah. Men hozir Turkiyada siyosat va xalqaro munosabat kasbida mag'isirlik o'qiyapman. Men o'tgan 2 yildan buyon izchil Uyg'ur Yar fondidan o'qish yordam pul olib keldim. Bizning mushu da'vo yo'lida ta hozirga qadar taraf oldiga ilgilab minishimizda birdan bir yordamda bo'layotgan Uyg'ur Yar fondi sizlarning qo'llashinglarga ehtiyojli.